Barchaga yangilik salom, sizlar bilan G'iyosbek Quramov. Bugun sana 2-aprel 2026-yil Surxondaryo Sarasa Payshanba bozoridan yosh ho'kizcha hamda tana narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Отдельный video qilib yosh mollarni mana qarang. Yosh mollar narxi bilan tanishamiz va ko'rib o'tamiz. Uydan sotayotganlari bor, dastavka qiladiganlar nomer ham bor. Video yoqsa like bosib, kommentar fikrlaringizni yozib qoldiring. Qanunda videoni boshladik. Tana va yosh ho'kizcha, ya'ni novoz narxlari bilan tanishtiramiz. Tana so'raganlarga yosh tanalarni ham tanishtiraylik. Aka, nech bilyapsiz buni? 12 deyapsiz. Savdo necha bo'ldi? 10,5 savdo bo'ldi ekan. 12 baho qo'yibdi ekan, 10,5 savdo bo'ldi. Bu aka, nech pul bo'ldi bu tana? Narxi 11,5 deyapsizmi? Savdo necha? Ha, 11,5 bo'lyapti. Siz nech pul deyapsiz? 15 million baho qo'yat, 11,5 savdo bo'ldi ekan. Ha, yo'llash aka. Bu nech bilan bo'ldi amak bular? Ha? 11 bo'lyapti. Bunisi-chi? 10,5 bo'lyapti. Bu 10,5, bu 11 million savdo bo'lyapti. Siz nech pul deyapsiz? Aka, necha qoldi narxi? 10,5 so'rayapti. 10,5 so'rayapti. Siz nech pul dedingiz? 11 bo'lsa oldi. 11 bo'lsa olyapti, 10,5 so'rayapti ekan. Aka, nechaga qoldi bular? Tanalar. 10,5 dan, ha? Bu 10,5, bunisi-chi? Bu 12 ekan, bu 10,5. Tana narxlari ham baland deb olib boqay desiz, narxi baland. Boqib keyin qanday sotasiz, hayronman. Mana aka. Oho! Rahmat aka, sotdingizmi deyman? Mana sotdi. O'g'irlab kelmadingiz deb? Xotinni o'g'irlab kelgan. Buni sotdingizmi Rahmat aka? Ha, unisini nech sotdingiz? 10 million so'm. Bo'lmasa hozir ba'zi choyga olib ketasiz-da. Mana aka, 10 million choyga ketasiz-da baliqqa. Ha. 10 millionga sotdi ekan mana shu tanani. Aka, nechaga qoldi bu tanalar? Hozir shoshmay. Bitta qarang, menga bag'otdi. Vaqting kameram tugatdi. Mashinani sotdim oldin. Ha, bo'lmadi. Bu aka, necha pul bo'lyapti? Ikkov, ha? Ikkov ikkita tana 23 million so'm bo'lyapti ekan. Aka, necha puldan deyapsiz? 12 dan baho qo'ydingiz, ha? 23 ga bermadingiz. 1 million qoldi-da. Kelishtirib beramiz deyapti. Tana oladiganlar bo'lsa, marhamat. Mana tana narxlari. Xo'p, bu tarafda mana 3 ta tana bor ekan. Qayerdagi aka bular? Aka, necha puldan deyapsiz bularni? Har birina savdo nechidan bo'ldi? 11 dan baho qo'yapti, 9,5 dan savdo bo'lyapti ekan. 3 ta tana. Aka, yosh tanalarni ham ko'rsak. Ha aka, nechidan deyapsiz bularni? Bu 11, bu 12. Savdoni ayting aka. Savdo nechi bo'ldi? Bu 10 ga to'xtat, bu 9,5 ga to'xtatdi ekan. Amak nechi deyapsiz buni talg'irdi? Savdoni ayting. 11 deyapti, 10 million savdo bo'ldi ekan. Aka, ala nechi bo'ldi? 11 million bo'lyapti. Nechi pul deyapsiz o'zingiz? 12 deyapti, 11 million bo'lyapti ekan. Mana mayda mollar narxlari. Jiyan nechi pul bo'lyapti? 13 deyapti ekan, 11 million savdo bo'lyapti ekan. Sarasani moli, tana hali, qisir tana. Boqib suysa ham bo'ladi to'yga. Aka, bu ho'kizchanmi? Nechi pul deyapsiz ho'kizchan? 15 savdo nechi pul bo'ldi? 11,5 so'rayapti ekan, 15 baho qo'yibdi ekan. Alg'irlarni olaymi aka? Oho! Xayrli aka, zo'rmisiz o'zi? Tinchmisiz? Taniman mana kim ekan deb. Zo'rmisiz? Qani nech pul bo'lyapti bu? Jiyanni ko'raman deyman, jiyanni ko'rmayman. Bu nech pul bo'lyapti talg'a? Beraman deyapti, 11 so'rayapti. 12 bo'lsa beraman deyapti, 11 so'rayapti. Bosing endi aka, shashlaydi. Bosing endi. Mana aka 11 million so'rayapti ekan. Bu novoscha nech pul bo'lyapti ho'kizcha? 11. Siz nech pul deyapsiz? 12 baho qo'yapti, 11 million savdo bo'lyapti ekan. Aka, bu nechaga qoldi ho'kizcha? 12 ga qoldimi? 12 ekan. Aka, qora nech pul bo'ldi aka? Umid Rashidovmi? Yo'q, G'iyosbek Quramov, Surxon medianiki. 13 qilyapti, Qancha? 13. 13 qilyapti. Ha, 15 deyapmiz, 13 qilyapti. 15 baho qo'yapti, 13 so'rayapti ekan. Hozir. Mana aka ho'kizcha sotyapti. Qayerdansiz aka? Uzundan nech bilyapsiz aka buni? 14,5 bo'lyapti, 14,5. 14,5 bo'lyapti ekan mana aka. Bermadingiz aka? 14,5 ga berilmagan ho'kizcha ekan. Bu aka, bu qora nech pul bo'ldi aka, mana bu qora? Ha? 13 qilyapti ekan mana. Qayerdiki aka? Denodiki ekan. Jam bu ikkita nech puldan deyapsan? 26 bo'ldi aka. Ikkovi 13 dan.
26 million bo'lib ekan. Ikkita ho'kizcha. Narxlari qanday? Aka, savdo necha bo'lyapti? Voy aka. Necha bo'lyapti aka? 17 million bo'lyapti. Talg'ir mana aka. Savdo bo'lyapti ekan. Mana aka, yosh mollar sizlarga bir chekadan tanishtirib o'tamiz albatta. Aka, o'kishni necha qoldi savdosi? 16 so'rayapti. 16 so'rayapti, bermadingiz. Siz necha 16 ga bermadingiz, o'zi necha pul deyapsiz endi? 18,5 dedi. 18,5 baho qo'yib 16 ga berilmabdi ekan. Voy aka, ala nechaga qoldi? Katta nechaga qoldi narxi? Ha? 18 ga qolibdi ekan. 18 ga qolgan ho'kizcha. Voy, necha pul bo'lyapti buni ala? Aka, olindimi bu? Necha ketdi? Necha pul deyapsiz? Diqqat. Ha? Hurmatli fuqarolar. Oho. Bozor ma'muriyati bozor. Voy katta, ala nechaga qoldi? 18. Voy, udarki 18 ga qolibdi ekan. Voy Farhod aka. Voy Farhod aka, necha bo'lyapti? Ikkovmi? 45,5 baraka bo'libdi ekan mana ikkita ho'kizcha. Narx qanday? 45,5 ga baraka bo'libdi ekan. Nechaga? Nechaga qoldi aka bu sariq? 16,5 bo'libdimi? Udarki. Mana 16,5 bo'libdi ekan. Aka, qora nechaga qoldi? 15 ga ketdi. 15 ga ketdi bitta o'zi, ha? 15 millionga ketdi ekan. Bu necha bo'ldi? 14 million 300 bermadingiz. Necha pul deyapsiz? 14 million 300 ga berilmagan, bu 15 ga ketdi ekan. Like-chani bosib qo'yinglar. Voy aka, ho'kiz narxini ayting aka. Qarang, ikkita ho'kizcha bor ekan mana aka. Bayroqdan aka ho'kizchani olib ketdi ekan. Yana trendga. Aka, siz uchun Aha. Nech pul aka bo'ladigan joyi? 16,5 bo'lsa oling deyapman. Ben 16 bilan so'rayaptilar. 16,5 so'm debsiz. Bu qorasi aka. Qorani aka 16 300 so'rayapti. 16 300 so'rayapti. 300 ga bermayapman. Dastavkasi ham bor. Dastlabki akajon. Uyda nasıl? Nechiga? Aha. To'g'ri kelsa aka, bu 2 qop aka qozoq kepak ham qo'shayoraman. Nomerni ayting aka. Aka 95 lik akajon. Aha. 429 84 85. Shu nomerga bog'lanasizlar. Ho'kizcha kerak, tana kerak, olib borib beradi aka. 4 soat 48 soat telefonim ishlayapti. Bemalol bog'lanasizlar mana aka. Sizlarga dastavka qiladigan ho'kizchani sotayotgan odam bilan tanishtiryapman. Bo'ldi. Voy aka, nechaga qoldi bu? 15 ga qoldi, ha? 15 millionga qolgan ho'kizcha ekan. Aka, bu sizdanmi ikkita? Ha, bu 15 ga qolibdi ekan. Aka, bu nechaga qoldi? Aka, bog'lanasizlar akaga. Qadani qarang. Aka, bu chetda molimi? Qayerda moli? Semental. Ikkovi ham ho'kizchami? Aka, necha pul deyapsiz katta? 45 deyapsiz, 35 soat. Ikkovini 45 deyapsiz. 35 million savdo bo'ldi. Zo'r-ku, bermadingizmi? Mana aka, semental. Bu sut yeydimi? Nima qiladi bular? Bu sut yeydi 2 oylik. 2 oylik 45 deyapsiz, 35 bo'ldimi? Bir Nexan puli bo'libdi-ku, bermadingizmi aka? Aka, uyda yana bormi yo'qmi? Uyda yo'q hali. Agar sotilmasa nomerdan aytib qo'ying aka. 99 99 lik 625 625 0048. 0048 nomerga bog'lanasizlar. Aka, necha bo'lyapti aka bu? Ha? Qancha? 13 million bo'lyapti. 13 ga bermadingiz, ha? Aka, bular necha puldan bo'lyapti? Ikkalasini 13 dan qilyapti. Men 28 pul olganman. Ha, 13 dan 26 qilib bo'lmadi, 28 bo'lsa o deyapsiz. Aka, nomerdan aytib qo'ying. 91 lik 969 969 55 70. 55 70 shu nomerga bog'lanasizlar, shu akadan kelishtirib beradi mana aka. Ikkita o'qishchi ekan mana aka. Qaysi kanal? Instagram Surxon Chorva, YouTube G'iyosbek Qurramov kanali. Mana aka, qarang, aha. Qarang. Mana yurchisi bir orqa taraflarini ham ko'rsataylik. Mana aka, orqa taraflari. Shu akadan. Bo'ldi aka, yaxshi ekan-a, yoshgina ekan, boqma ekan. Boqma o'qishchalar. 1,5 million sotildi ekan mana ikkita erkak o'qishcha, mana ikkita yoshi ketyapti, mana yetalab 21,5. Voy, buzoqlar nechi puldan aka? 6 million. Voy, 6 milliondan buncha qimmat aka, erkak ham urg'ochimi? Bu nechi pul aka bu? Bu narxi nechi pul? 8,5. Bu mayda mol video olish hojati yo'q-ku. Ko'p qimmat-ku. Voy, buzoqlar nechi puldan aka, buzoqlar? 62 6,5 dan qilyapti ekan mana aka. Buzoqchalar narxi, buzoq ham ko'tarilib ketdi ekan. Aka, bular nechi puldan? 5,5 6. 5,5 6. Bu savdosi nechi bo'lyapti? Buni 5 qilyapti, buni 67 qilyapti. 6 million 200 ming 5 million. O, udarku.
Aka nechaga qoldi bular? 6. Qora nechaga qoldi aka bu? 74. 7 million 400 ga bermadingizmi? O, mol ololmaysiz bu yil. Aka necha pul bo'lyapti bu? 83 qilyapti ekan. Bu sariq nechaga qoldi savdosi? 8. O, zo'r-ku, 8 million. Aka bu shoxdor nechaga qoldi? Shoxdor 8,5 so'rayapti aka. 8,5 so'rayapti. Tanada G'ulonchini. g'unojinchalar. Bu aka bu nechaga qoldi bu? Shoxlaydi aka, shoxlaydi. Qarang, shoxlaydigan keldi. Aka necha pulyapti bu ishtani? 10 million. 10 milliondan har birini 10 dan deyapti. Savdo necha bo'ldi aka? 9,5. 9,5 dan savdo bo'ldi ekan. 10 dan baho qo'yapti. Narx qanday? Mana aka. 10 dan berilmabdi ekan. 10 dan baho qo'yapti, 9,5 dan savdo bo'ldi ekan, uzr. Mana aka, narxini qarang. Bozor qimmat. Aka qora nechaga qoldi? 11 million 300 ming aka. 11 million 300 ga bermadingiz. Necha bilyapsiz? Siz 14. 14 baho qo'ydim. 11 million 300 so'rayapti. Aka sariq nechaga qoldi? Narxi 11 million bo'ldi ekan. Aka bu nechaga qoldi? 97 so'rayapti. Siz necha bilyapsiz? 10,5 deyapti, 9 million 700 so'rayapti ekan. Aka nechadan bo'ldi bular? Bermadingiz. 2,24 ga bermabdi amak. Necha bilan deyapsiz endi? 25 pisa beramiz deyapti. 24 ga berilmagan g'unojinchalar bo'ladigan mol. Aka bu nechaga qoldi bu aka? 8 million bo'libdi ekan. Mana 25 pisa beramiz deyapti. 24 ga berilmagan tanani oldi tarafi. Aka nechaga qoldi bu? 12 bermadingiz. Bunisichi? Bu 10,5. Bu 12 ga berilmagan ekan. Mana tana narxlari qanday? Tana narxlari baland. Aka necha bilan deyapsiz bularni? Necha pul? 93 dan bermayapsiz. 9 million 300 dan berilmayapti. Shu 10 millionga normalroq olsa bo'lar ekanda. Aka nechaga qoldi bu? 87 ga qoldi ekan. 8 million 700. Narxlar baland,